9-cı pare. Bismillahirrahmanirrahim. Şuayb qavmining imondan bosh tortgan takabbur cho'nglari. Ey Şuayb, seni cho'qim agash kuchilaring, ya'ni sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak, dedi. Şuayb, biz buning har ikkilisini yomon ko'rdigan tursak, bizni yanala shuningga majbur qilamsizlar, dedi. Şuayb yani aytdi: Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldirgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allahqa yolg'on chaplagan bo'lamiz. Parvardigorimiz Allah xolislar, biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigorimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Ya'ni hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Parvardigorimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqarg'uvchilarning eng yaxshisidirsan. Uning qavmining imonsiz cho'nglari: agar sizlar Şuaybga agashsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortsizlar, dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular o'ylarida o'tirgan pet qetib qoldi. Şuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashimagandek bo'lib qoldi. Şuaybni inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. Şuayb ularga orqasini qilib: ey qavmim, sizlarga men albatta Parvardigorimning elchiligini yetkizdim va nasihat qildim. Men qandaqmi kofir qavmga qayg'uray, dedi. Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yolvurishlari, tavba qilishlari uchun ularni nomrodlikqa, kasallikka giribdor qildik. Ondan ularning beshiga kelgan kulfatni ne'matga aylantirdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bobolarimizning beshiga haqiqatan kulfatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati Alloh tarafidan kelgan oqibat emas, dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtum-tut halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufridan, gunohlardan saqlangan bo'lsa-edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qildik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qiladigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga ketisi, g'aflatda uxlayotganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Shaharlar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nozil qilishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tatquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Zaminning ilgirki egalari halok bo'lgandan keyin zaminga varis bo'luvchilarni xohlasak gunohi tufaylidan halok qildiganligimiz, dillarini pechatlab etadiganligimiz ularga zaminning ilgirki egalari halok bo'lgandan keyin zaminga varis bo'luvchilarni xohlasak gunohi tufaylidan halok qildiganligimiz, dillarini pechatlab etadiganligimiz ularga, ya'ni zaminga varislik qiluvchilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. Ashu shaharlar aholisining ba'zi xabarlarini ey Muhammad, sana hikoya qilib beramiz. Shak shubhisizki ularning payg'ambarlari ularga mo'jizalar ilib kelgan edi. Ular ilgari haqni inkor qilganliklari uchun u mo'jizalarga iymon etmadi. Allah kofirlarning dillarini ana shundoq pechatlaydi. Ularning to'lisining ro'zimi saxta bergan va'dasiga vafo qildiganligini bayqamadik. Ularning to'lisining shaksiz fosiqlar, ya'ni Allohning amr farmonidan
baş tatquchilar ekanligini bayqadik. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musoni mo'jizlarimiz bilan Misrning Musa zamonidagi podshohi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular bu mo'jizlarni inkor qildi. Buzg'unchilik qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Musa aytdi: "Ey Fir'avn, men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambarman. Allah nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikka loyiqman. Rostilla parvardigoringlar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza olib keldim. Shuning uchun İsroil avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ota-bobolarining vatani muqaddas ziminiga borsin." Fir'avn Musaga: "Agar sen parvardigoring tarafidan bir mo'jiza olib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchillardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin", dedi. Musa hassini tashladi. U nagahan oshkora bir ajdahoga aylandi. Qo'lini yoqasidan chiqarib, u nagahan qarg'uvchilarga nur chaqnatib turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Fir'avn qavmining cho'nglari aytdi: "Bu haqiqatan noyat usta sehrgar ekan. U sizlarni zimininglar, ya'ni Misr zimindan haydab chiqarib etmoqchi. Nima maslahat bersizlar?" Ular aytdi: "Ularning ishini o'zing bir fikrga kelguncha ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga olib kelsin." Fir'avn sehrgarlarni yig'ishqa odamlarini avatdi. Sehrgarlar Fir'avnning qishig'iga keldi. Ular: "Agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi", dedi. Fir'avn: "Ha, mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolasizlar", dedi. Ular, ya'ni sehrgarlar: "Ey Musa, osongni sen avval tashlamsan yoki biz o'zimiznikini avval tashlamdik", dedi. Musa: "Sizlar tashlanglar", dedi. Ular hassa org'amchilarni tashlab, kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'chitib etdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Musaga: "Hasangni tashlag'in", deb vahiy qildi. Musa hassini tashladi. U ajdahoga oylanib, ularning o'ydirma narslarini darhol yutib etdi. Haqiqat oshkor bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular, ya'ni Fir'avn bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: "Olamlarning parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning parvardigoriga iymon etdik." Fir'avn aytdi: "Sizlar men ruxsat qilmay turib Musaga iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi chig'inglarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qattiq jazolaydiganligimni uzoq qolmay bilsizlar. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni, ya'ni o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim doriga esib o'ltiraman." Sehrgarlar aytdi: "Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Sen bizni faqat Parvardigorimizning bizga nozil qilgan oyatlariga iymon etganligimiz uchunla ayblayotsan. Parvardigorimiz bizga sabr ata qilgin. Bizni musulmon petimizcha qabzi ruh qilgin." Fir'avn qavmining cho'nglari Fir'avnga: "Musa bilan uning qavmini ziminda fitna fasod tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib etamsan", dedi. Fir'avn: "Ularning bolarini o'ltiramiz. Ayollarni bo'lsa xizmatga silishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz",
dedi. Musa öz qavmiga: Allah'tan medet tilanglar, sabr qilinglar. Yer yüzü haqiqatan Allah'ның mülküdür. Allah onunğa bendilerinden özü xalagan kişilerni varis qiladi. Yaxşı oqibat taqvodorlarga mansub dedi. Ular: Sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi aman xorlanib keldik dedi. Musa: Parvardigoringlarning dushmaninglarni halok qilishi, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qandoq ish qildiganliginglarga qarshi muhaqqaqdir dedi. Muhaqqaqdir dedi. Allohga qasamki, biz haqiqatan Fir'avn va uning tabalarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan, mevalarining husulini kemaytib o'tish bilan sinadik. Ular agar paravonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mo'minlarning shumliqidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumliqidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning tulisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufayli Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. Ular, ya'ni Fir'avn qavmi, ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiz keltirsangmi, biz sana hargiz ishonmaymiz dedi. Ularga suv ofatini, chekatga, pit, paqa, qon bolalarini ro'shan mo'jizlar qilib avatdik. Allohga iymon etishga ularning gadankashligi yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ularga balo nozil bo'lganda ular: Ey Musa, Parvardigoringga o'zining sana ato qilgan ahdi bilan, ya'ni sana bergan payg'ambarlikning haqiqiy hurmati bilan bizdan baloni ko'tarib o'tishga duo qilsang, Allohga qasamki, agar bizdan baloni ko'tarib o'tsang, sana cho'qim iymon etimiz. İsroil avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib beramiz degan edi. Ulardan baloni vaqtliq ko'tarib o'tgan chig'imizda ular to'satdan ahdilarini buzdi. Oyatlarimizni inkar qilganliklari va oyatlarimizdan g'ofil bo'lganliklari uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. Bo'za qilingan qavmni, ya'ni Bani Isroilni biz barkatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. İsroil avlodi savr qilganliklari uchun Parvardigoringlarning ular qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'avn va uning qavmining solganlari, ya'ni imoratlarini va yasag'anlari, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildi. İsroil avlodini biz Qulzum dengizidan o'tkazib etdik. Ular butlarga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda: Ey Musa, bizgimi ularning butlarga o'xshash but o'rnatib bergin dedi. Musa: Sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar dedi. Shubhisizki ashu kishilarning botil dillari gumron bo'g'isidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Musa: Allah sizlarni zamoninglardagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga uningdan boshqa iloh izlamdim dedi. O'z vaqtida sizlarni Fir'avnning qavmidan qutqizdik. Ular sizlarga qattiq azobni tetiklatdi. O'g'illaringlarni o'ldiratdi, ayollaringlarni xo'rlab ishiltishga ilib qolatdi. Buningda Parvardigoringlardan sizlarga zo'r sinoq bor edi. Musaga bizga munojat qilishga 30 kechini va'da qildik. Uningga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Parvardigoringning va'da qilgan vaqti 40 kecha bo'ldi. Musa qarindishi Harunga: Men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rin bosarim bo'lib turg'in. Ularning ishini tuzigin. Buzuqchilik qiluvchilarning yo'lida mangmag'in dedi. Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan va Parvardigori uningga bevosita so'z qilgan chog'da: Parvardigorim, menga o'zingni ko'rsatgin.
Seni bir körüp alay, dedi. Allah, meni bu dünyada hergiz körelmeysen. Çünkü insanın bu acizliğini bununla taqat kılanmaydı. Lekin taqı qarğın. Eğer tağ orunda mehkem turalısa, meni köreleysen, dedi. Perverdigari taqqa tecelli qilish bilan tağni tüp-düz qılıvetdi. Musa behush bulup yıkıldı. O huşuğa kelip, Perverdigarim, sen paktursan, sana tövbe kıldım. Men senin uluqluqınga işengücülerinin evlimen, dedi. Allah etti. Ey Musa, men hakikaten seni zamanındaki kişiler arasından peygamberlikке ve men bilen bivasıta sözleşişke tanladım. Sana men ata qılgan peygamberlikni qabul qılgın ve şükür qılgıçlardan bolğun. Biz onun üçün Tevrat taxtalarına İsrail evladı dinida muhtaç bolğan vaz nasihat, dini ahkamlarının hammasini təfsili yazdık. Ey Musa, onu yani Tevratni mahkam tutqın. Hem de kavmini onundaki en güzel ahkamlarga amal qilishga buyurgin. Sizlarga pasıqlar, yani Fir'avn ve onun kavminin diyorini ko'rsaman. Yer yüzüde nahaq takabburluk qilganlarga mening oyatlarimni fahim qildirmayman. Ular barliq mo'jizlarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki, ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningdan g'ofil bo'ldi. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qiluvchilarning qilgan yaxshi amallari imoni bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. Musaning qavmi Musadan keyin, ya'ni Musa Parvardigorga munojat qilish uchun tur tig'iga ketgandan keyin zinnat buyumlaridan mo'zaydak ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'zay yasadi. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'lni ko'rsatmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qilguvchi bo'ldi. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost ozganliklarini tushungan chog'da, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tatquchilardan bo'lamiz, dedi. Musa g'azablangan, g'amkin holda qaytib kelib qavmiga, "Men yo'q chog'da mo'zayga cho'qinib naqadar yomon ish qildinglar, ha? Kutib turmay Parvardigoringlarning amriga oldirab ketdinglarmi?" dedi. Va g'azablanganlikdan Tavrat taxtalarini yerga tashladi. Qerindishining chechidan tutib o'z tarafiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qerindishim, bu qavm meni bo'zaq topdi. Meni o'ltirib tos qoldi. Meni dushmanlarga taparruj qilib bermagin. Meni zolim qavm, ya'ni mo'zayga cho'qinganlar qatorida sanamagin." Musa aytdi: "Parvardigorim, manga va mening qerindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmeting doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilguvchi zotdirsan." Shubhisizki, mo'zayni ma'bud qilib olganlar Parvardigorning g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xorliqqa qoladi. Allohga bo'hton qilguvchilarga biz mushundoq jazo beramiz. Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va imonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigoring albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi. Musa g'azabi besilgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtalarini oldi. Uningda Parvardigordan qo'rquvchilarga hidoyat qilinadi va rahmat qilinadi deb yozilgan edi. Musa biz belgilab bergan vaqtda ilib kelish uchun o'z qavmidan 70 kishini tanladi. Ularga zilzila yuzlanganda Musa: "Parvardigorim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burunla halok qilgan bo'latding. Oramizdagi ahmoqlarning qilmish tufaylidan bizni halok qilamsan? Bu faqat sening siniqingdir.
Şu orqali xohlagan bandangni ozdirsan, xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qilguvchisan. Bizga bu dunyoda va oxiratda tegishlik yaxshilik qilgin. Biz haqiqatan sana tavba qildik, dedi. Allah aytdi. Azabım bilan bandalarimdan xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmatim mahluqotning hammasiga o'rtaqdir. Rahmatimni kufridan va gunohdan saqlanguvchilarga, mollarining zakotini beradiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman. Ular elchiga, ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi. Yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qildi. Pok narsalarni halol qildi. Nopok narsalarni harom qildi. Ularning ig'ir yukini yengiltdi. Ularni silingan taqoq, qo'yzi kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Uningga iymon aytinglar. Uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashguchilar baxtga erishguchilardir. Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh tirildirdi va o'ldirdi. Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi, ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergishinglar. Musoning qavmining, ya'ni Bani Isroilning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoat bor. Ular Bani Isroilni 12 tarmoqqa, ya'ni qabilaga jamoatlar qilib bo'lib etdi. Musoning qavmi boyavanda uningdan suv talab qilganda Musoga "Hasan bilan toshni urg'in" deb vahiy qildi. Musa hasisi bilan toshni urg'idi. Uningdan qabilalarning soni bo'yicha 12 buloq etilib chiqdi. Har qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga bulutni soyvan qilib berdi. Ularga taranjibin bilan budunni tushirib berdi. Ularga aytdiki, sizlar biz rizqlantirgan lazzatli narsalardan yenglar. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon sog'ini yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilishlari bilan o'zlariga zulm soldi. O'z vaqtida biz ularga, ya'ni Bani Isroilning ota-bobolariga, sizlar bu shahar, ya'ni Baytul Muqaddasda turinglar. U yerdagi yemakliklardan xohlaganinglarcha yenglar. Shahar darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar. Kirayotgan chig'inglarda, "Ey Alloh, gunohlarimizni kechirgin" denglar. Jimi gunohinglarni mag'firat qilamiz. Yaxshilik qiluvchilarga savobini ziyoda beramiz, dedi. Ularning ichidagi zolimlar ularga aytilgan so'zlarni, Allohning amrini boshqa so'zlarga o'zgartirib etdi. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdi. Ular, ya'ni Yahudilardan dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'rg'in. Uning aholisi beliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheknimisidan chiqatdi. Chunki shanba kuni beliqlar suv ustidan ularning oldiga keladi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fosiq bo'lganliklari uchun ularni mushundoq sinaymiz. O'z vaqtida ularning ichidagi bir jamoat odamlar Allah halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz nasihat qilsizlar, dedi. Ular, ya'ni vaz nasihat qiluvchilar, Parvardigoringlarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zir aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib
gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shundoq qildik. Umid qilganligimiz uchun shundoq qildik dedi. Ular o'zlariga qilingan vaz nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan mani qiluvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ular nahiy qilingan narsani tarik etishdan bosh tortganliklari uchun ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Ey Muhammad, o'z vaqtida Parvardigoring ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turdiganligini xabar qildi. Shubhisizki Parvardigoring osiylik qiluvchilarni albatta tez jazolag'uchidir. İtaat qiluvchilarga albatta mag'firat qiluvchidir, marhamat qiluvchidir. Ularni, ya'ni Yahudilarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib o'tdik. Ularning ichida yaxshilarimi bor, yaxshilaridan tuvanlarimi bor. Ularning kufridan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini halol bilan haromni ayirmay qor qo'yoq oldi. Qor qo'yoq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundoq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqnila aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da elinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib, Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? Kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qiluvchilarning ajrini haqiqatan zoyi qilib etmaymiz. O'z vaqtida tur tog'ni qo'mirib, ularning ustiga soyvandak tikladik. Ular tog'ni ustilariga tushib ketadi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlar qatorida bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavratni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkamlarga amal qilinglar. O'z vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni naslini, ularning otlarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib, buni o'z ustiga oldi. Ular, "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning "Biz buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz" demasliklari yoki ota-bobolarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi, bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor. Ya'ni bizning o'zimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. Ularning gumrohlikdan ota-bobolariga agishishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundoq tafsiliy bayon qilamiz. Ey Muhammad, ular, ya'ni Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berginki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tortdi. Uningga shayton opridi bo'lishi bilanla gumrohlardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak, uni taqvodor o'limalar darajasiga ko'tardik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafsi xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'livatsangmi, tilini chiqarib hasraydi. Qo'g'livatmasangmi, tilini chiqarib hasraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavmingga so'zlab bergin. Bizning oyatlarimizni inkor qilib, o'zriga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon? Alloh hidoyat qilgan odam hidoyat topquchidir. Alloh gumron qilgan odam ziyon tortquchidir. Shak shubhisizki, jin va insonlardan nurg'unlarini do'zaxga yiqilg'i bo'lish uchun yaratdi. Ular dillari bo'g'ini bilanmi, u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lgan bilanmi, u orqali
Allah'ның құдретінің дәлелләрен көймәйді. Ular құлақлары болғаны біләнме, o арқылық Allah'ның аятларын ибрат еліп тыңшымайды. Ular goya hayvanға оқшайды. Hayvandımı bəttər gumraqdır. Әні şulağa pildir. Әні şula ғапıldır. Allah'ның güzel isimleri var. Allah'ni şu güzel isimleri bilen atаңla. Allah'ның isimlerini kəs-kənməz qolundağanlarını tərik etinglar. Ular ahirette qilmishlarının cazasını tatıdı. Biz yaratqan ümmetler içinde haq yolға dəvət qıladigan ve haqda çiң turadigan bir ümmet var. Bizning oyatlarimizni inkar qilganlarni tuydurmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga möhlat beramiz. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Ular o'zining hamrohi, ya'ni Muhammad alayhissalomning majnun emasligini o'ylamamdi. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida Allah'ның yaratgan mahluqatlari o'zlarining ajli yaqinlashadiganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. Ular kalamulloh ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Allah ozdirgan kishini hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Allah ularni gumrohliklarida qo'yib berdiki, ular tengriqab yuriydi. Ey Muhammad, ular senden qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'lganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'z belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga ig'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tunishdak, uni sendan so'rashadi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababni bilmaydi. Alloh xohlamagan ekan, o'zimga foyda yetkazish, ziyonni o'zimdan dafi qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'ayibni biladigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchramagan bo'lardim. Lekin men g'ayibni bilmayman. Şuna bana taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turadi. Men faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xushxabar berguchi qilib avatilgan payg'ambarman. U sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Odam alayhissalomning unsi ulfat edishi uchun xotinni, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkina qursoq ko'tarib eg'ir bo'y yurdi. U bolaning qo'saqda o'sib cho'ngishi bilan eg'irlashgandan keyin xotin ikkilan Parvardigori Allohga: "Agar bizga a'zolari bijirim farzand ata qilsang, nimatingga albatta shukr qiluvchilardan bo'lamiz" deb duo qildi. Allah ularga bijirim o'g'il farzand ata qilgan edi. Ularning avlodi Allohga sherik keltirib, butlarga cho'qindi. Allah ularning sherik keltirgan ma'budlardan pokdir. O'zlari yaratilgan hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. U narsalar cho'qing'uvchilarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar. Bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib yiqinglar. Duayыңlarni ijobat qilib baqsin. Ular, ya'ni butlarning mangdigan putları barmı? Yoki tutadigan qo'llari barmı? Yoki ko'radigan ko'zlari barmı? Va anglaydigan quloqlari barmı? Ey Muhammad, ularga aytqinki, sherikliginglarni, ya'ni butlaringlarning manga qarshi sheriklaringlarni, ya'ni butlaringlarni manga qarshi chaqiringlar.
Ondan qo'linglardan kelishicha menga ziyonkashlik qilinglar. Ozroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga uylanganligim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igdorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan butlaringlar sizlarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatingni anglamaydi. Ular sana qarab turganda ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi. Buni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nodonlar bilan tang bo'lmag'in. Ya'ni nodonlarning qig'inni qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Agar shayton sana vasvas qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tiligin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchrasa, Allohni eslaydi-da, haqiqatni ko'rib bilib, shaytonning vasvasasidan xalos topadi. Shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishcha ozdiradi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Ular talab qilgan mo'jizlardan biror mo'jizni keltirmasang, uni nimishqa o'zing ijod qilmading deyishidi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Parvardigorim tarafidan menga vahiy qilinganlig'a amal qilaman. O'zligimdan mo'jiz yordammayman. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizlarga ehtiyoj qoldirmaydi. İman etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar. Ya'ni so'z qilmanglar. Parvardigoringni yelingan va uningdan qo'rqgan holda ichingda yod etgin. Etdiganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmag'in. Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih etadi va uningga sajda qiladi. Sura Anfal. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qandoq taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashidi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. İxtilof qilishmay, ittifoq bo'lib, oranglarni tuzanglar. Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Faqat Alloh yod etilsa, dillarida qo'rqinish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarlar komil mo'minlardir. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Xudo yo'lida sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mo'minlardir. Ular Parvardigorning dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatning tugumas ne'matlariga erishadi. G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqliq ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chaqirganligini ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Mo'minlardan bir guruh odam dushmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'rdi. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan o'limga haydalayotgandek. Haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashadi. O'z vaqtida Alloh ikki guruh, biri mushriklar korvini, yana biri mushriklar qo'shindan birining qo'linglarga keltirilishini va'da qildi. Sizlar qurolsiz guruhning, ya'ni korvonning qo'linglarga keltirilishini yoqtirdinglar. Alloh o'z so'zlari orqali haqni haq qilishni, ya'ni islom dinini ustun qilishni, kofirlarning yiltizini quritib etishni xohlaydi.
kafirlarning yıldızını quritishni xohlaydi. Allah günahkar odamlarning yoqtirmog'iga qaramay, haqni haq, ya'ni islomni oshkor qiladi. Batil, ya'ni kufrini barbod qiladi. Öz vaqtida duo qilib, Parvardigoringlardan yordam tiladinglar. Allah, sizlarga orqa tushadigan ming farishta bilan yordam beraman deb duoyinglarni ijobat qildi. Allah sizlarga faqat g'alaba qildiganliginglarga bishorat berish va ko'nglinglarni orom topqizish uchunla yordam berdi. Yordam faqat Allah tarafidan keladi. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmet bilan ish qiluvchidir. Öz vaqtida Allah tinchlantirish yuzidan sizlarga uyqu beg'ishladi. Tahorat elib, g'usl qilib, pok bo'lishinglar uchun, sizlardan shaytonning vasvasasini ko'tarib ketkizish uchun, Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'nglinglarning to'q turishi uchun, qadiminglarning qumga petib ketmay, mazmut turishi uchun, Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga: "Men sizlar bilan billa mo'minlarni urush maydonida sabotlik qilinglar. Kofirlarning dillariga qo'rqinish solaman" deb vahiy qildi. Qilish bilan kofirlarning gadanlariga tepinglar. Ya'ni boshlarini kesinglar. Ularning barmoqlariga hamma a'zosiga tepinglar. Bu shuning uchunki ular Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qiladi ekan, Allah uni qattiq jazolaydi. Ey kofirlar jamoasi, bu dunyoda mushundoq jazoni tetinglar. Kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ey mo'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelgan chig'inglarda ularga orqanglarni qilmanglar, ya'ni qo'shmanglar. Kimki qayta urush yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yo'tkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qiladigan, ya'ni qochadigan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey musulmonlar, Badrda ularni, ya'ni mushriklarni sizlar o'z kuchinglar bilan o'ldirganinglar yo'q. Balki amalda ularni sizlarga yordam berib, ularning dillarida qo'rqinish paydo qilish bilan Alloh o'ldirdi. Ey Muhammad, bir siqim to'pini mushriklarga otganingda sen otmading. Balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh otdi. Allohning bunda qilishi mo'minlarga savob, g'alaba, g'animatlardan iborat chiroyli inomlarni ata qilish uchun edi. Allah haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatlarini, ahvollarini bilib turg'uchidir. Bu Allohning mo'minlarga bergan inomidir. Allah kofirlarning hilisini cho'qim mag'lub qilguchidir. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'alabani tilasanglar, g'alaba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning zininglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashdan yonsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shninglar ko'p bo'lgan taqdirdimi, u sizlardan hech narsani dafi qilib berolmaydi. Allah haqiqatan mo'minlar bilan birdir. Ey mo'minlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Sizlar Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar. Sizlar Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar. Anglamay turib, angladik degan kishilarni, ya'ni kofirlarni do'rmanglar. Shubhisizki, Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni, haqni anglamay g'as bo'lib olgan, haqni so'zlamay qochi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlini yo'qotgan kishilardir. Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa, edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Ey mo'minlar, Allah va uning payg'ambari sizlarni tirildiradigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymonga da'vat qilsa,
uni qabul qilinglar. Bilinglarki, Alloh kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladi. Ya'ni kishining dilini egisining xohishi bo'yicha emas, balki o'z xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Qiyomat kuni sizlar Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilanla chekinib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida oz sonliq bo'lib, bo'za qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badri urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalarni, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Ey mo'minlar, Allohga, payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. Bilinglarki, sizlarning mollaringlar, bolaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir. Allohning dargohida cho'ng savob bor. Ey mo'minlar, agar Allohdan qo'rqsanglar, Alloh sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohinglarni kechiradi. Sizlarga mag'firat qiladi. Alloh katta fazl egasidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida kofirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ldirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishiltidi. Alloh ularning mikrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mehridan unumlidir. Ularga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Agar xohlasak, uningga o'xshash so'zlarni bizmi albatta qila oldik. Bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir, dedi. O'z vaqtida ular, agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirg'in yoki bizni qattiq azob bilan jazolig'in, dedi. Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. Ular boshqalarning masjidi haramga kirishini to'sib atsa, Alloh ularga nemishqa azob qilmasin? Ular masjidi haramning ilgiri emas, masjidi haramning egiliri emas. Masjidi haramning egiliri taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ularning masjidi haramning yendagi ibodati faqat isqiritmoq, chavoq chamoqdan iborat bo'ldi. Ey kofirlar, kofir bo'lganliginglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini tetinglar. Shubhisizki, kofirlar mol-mulklarini boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilingandan keyin ularning mol-mulklari ularga hasrat etib keladi. Oxir ular yengiladi. Kofirlar jahannamga haydab kirgiziladi. Allohning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydashi kofirni mo'mindan farqlantirish uchundir. Alloh hamma kofirlarni ustiga dövelab to'plagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Ani shular ziyon tortquchilardir. Ey Muhammad, kofirlarga aytqinki, agar ular kufridan payg'ambar bilan dushmanlashishdan yonsa, ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilinadi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni g'aloq qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni shunday qilaman. Fitna tugagan, din butunlay Alloh uchun bo'lgan qadar ular bilan urushinglar. Agar ular kufridan yonsa, Alloh ularning qilmishlarini ko'rdi. Agar ular iymondan yuz o'rsa, ey mo'minlar, bilinglarki, Alloh sizlarning madadkoringlardir. Alloh nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi.